Ota, men nima qilishim kerakligini ayting. Mark, Otamni qo'yib yubor. Qani bu yerga chiq. bas qil. Bu menman, Mark. Buni men qildim, Mark. Bu onni bunday bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin tanlovimiz yo'q. Sen aslida men qayerdan kelganligimni bilishing kerak. Ha, men Viltrumdanman, lekin bu sayyora men senga aytgandek emas. Biz mukammal sivilizatsiyani yaratdik, lekin bunga juda ham ko'p qat'iyat va jasorat kerak bo'ldi. Xalqimiz o'zining eng yuqori salohiyatiga erishgach, zaiflardan voz kechishiga to'g'ri keldi. Bu juda qiyin va uzoq o'tgan jarayon bo'ldi. Jarayon tugagach xalqimizning yarmi qirilib ketdi. Lekin bu yo'qotish bizni yengilmaslikka o'rgatdi. Men tug'ilgunimga qadar Viltrum galaktikadagi eng kuchli imperiyaga aylandi. Biz uni galaktikadagi yagona imperiyaga aylantirishga qaror qildik. Voyaga yetgach, men xizmatga qabul qilindim. Barchasi qiyin bo'ldi, lekin men maqsadimizga ishonardim. Ba'zi turlar bizga qarshilik ko'rsatdi, lekin uzoq bardosh bera olmadi. Tez orada bizning imperiya o'z ichiga minglab sayyoralarni oldi. Hududlar kengayib borar ekan, lekin jangchilar kamlik qila boshladi. Bizga dunyolarni zabt etishning yangi yo'li kerak edi. Eng yaxshi ofitserlarga bir donadan sayyora berildi. Ular sayyoralarni o'z ichidan yemirishi kerak edi. O'sha omadli ofitserlardan biri esa men edim. Men onangga o'z vazifam haqida ayta olmas edim. Lekin endi sukut saqlagandan foyda yo'q. Biz yerni Viltrum imperiyasiga qo'shilishiga tayyorlashimiz kerak. Mark, axir bu yaxshi-ku. Biz va nihoyat vazifani tugatishimiz mumkin. Kim bo'lishimiz kerak bo'lsa, o'sha bo'lamiz. Siz menga yolg'on gapirdingiz. Sening kuchlaring kelmagunicha va ishonchim komil bo'lmagunicha senga bu haqida ayta olmas edim. Xo'sh, ishondingizmi? Sen ham Viltrumliksan. Demak, mening kuchim bo'lmasa, meni ham yo'q qilardingiz. Yo'q, bu hech qanday ma'noga ega emas. Meni sevasiz, onamni ham, sizni bilaman. Sen biz qanchalik uzoq yashashimiz haqida ham bilmaysan. Oddiy odamlarga qaraganda biz juda sekin qariymiz. Viltrumliklarning qoni juda ham kuchli. Sen toza qonli Viltrumliksan. Shunday ekan sen hali 1000 yillab yashaysan. Bilasanmi bu nimani anglatadi? Sen bilgan hamma o'lib ketadi, lekin bu paytda sen hatto 30 yoshli odamga ham o'xshamaysan. Men seni bunday taqdir kutishini sira istamayman. Bu sening dunyoying emas, ularniki. Lekin biz ularga yordam bera olamiz. Urushlarni to'xtatishda va ochlikni yo'q qilishda ularga yuqori texnologiyali meditsinani bera olamiz. Biz allaqachon boshlaganmiz. Agar biz bo'lmaganimizda bu sayyora alanga ichida qolgan bo'lardi. Biz yerni ham imperiyaga qo'shib olishimiz kerak. Men rostdan ham onangni yaxshi ko'raman, lekin u men uchun uy hayvoni kabi. Uy hayvoni? Boshqa yo'limiz yo'q, Mark. Qo'lingizni torting. O'zingni bos. Yo'q, men tinchlan olmayman. Bularning barchasi aqldan ozgan. Nima deb o'ylagan edingiz? Men do'stlarimni qul qilib tashlab ketamanmi? Bir guruh ahmoqlarga. Bu mening hayotim, bu mening xalqim. Bu Viltrum oldidagi qarzimiz. Men Viltrumlik emasman va menga million yillar yashash muhim emas. Bu mening uyim, uni yo'q qila olmaysiz. Sen nima deyotganingni tushunmayapsan. Men seni xalal berishingga yo'l qo'ymayman. Men nima deyotganimni aniq bilaman. Istaganingdek bo'lsin.